Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda сделкаga qanday kirishni o'rgataman. Именно narx nima qilsa qachon kiriladi. Shu haqida video bo'ladi, chunki ko'pchilikga masalan kanalimda qaydan kirishni tashlaman. O'sha ko'pchilik bilmaydi. Men zona tashlamoqman masalan. Zona qaydan reaksiya kutaman. Endi zona qaydan reaksiya kutaman, mana bunaqa video. Lekin ko'pchilik o'sha mashaga yetib borib sirazi kirib oladi. Shuning uchun qanaqa nima bo'lsa, masalan o'sha zonamizga kelganda nima bo'lish kerak kirish uchun. Ko'pchilik chunki mashaga kelsa narx mashaga keldi deydi. Sirazi kirib oladi. Lekin bunday qilmaslik kerak, chunki birinchi reaksiya kutishimiz kerak, biror bir reaksiya bo'lish kerak. Chunki sirazi buni peshib o'tib ketishimiz ham mumkin. Endi o'sha ikkita dona formatsiya bor, adashmasam 3 tami formatsiya bor. Kirish formatsiyasi. 4 soatlik imbalans deyiladi. 4 soatlik imbalans. Endi narx kelibdi bu yerga. Masalan, mana shu zonaga men zonani belgilab qo'ydim. Mana shu yerdan reaksiya kutibman deb. Zonani belgilab qo'ydim. Imbalans deb FVD. Qanday kirish kerak bu yerda? Именно qanday kirish kerak? Narx kelibdi bizda. Qanaqa holatda men o'zim kiraman? Mana narx keldi mana shu yerga. Agarda biz mana shu yerda bitta impuls bermasak, ya'ni impulsli reaksiya makirman yoki masalan ya'ni bitta informatsiya yoki impulsli informatsiya deyiladi. Mana impulsli 5 minutlik anaqa time frame anaqa berdi. Slom berdi, boss berdi deyiladi. Slom berdi, boss berdi. Shu joydan men kirib ko'raman. Endi pozitsiya shu joydan men kirib ko'raman. Agar bunaqa formatsiya bo'lsa, kirmayman. Bu bitta formatsiya. Bu screenshot qo'yilgan. Eng oddiy formatsiya, ya'ni bitta impuls bor. Impulsni ichida обязательно 5 minutlik imbalans bo'lishi kerak. O'sha imbalansda kirishinglar mumkin, lekin odatda o'sha imbalans tekshirmay, qilmay, test qilmay ketadi. Shuning uchun men sirazi mana shu yerda yangilanishini kutaman. Yangilangandan keyin, oxirgi mana shu slom bo'lgandan keyin o'shanda kiraman. Chunki test qilmay uchib ketishi mumkin. Narx test qilmay. Shunaqa formatsiyani kutsani kamdan kam juda kirasizlar. O'shaning uchun mana shu slom bo'lishiga kirsani bo'ladi. Stop mana shu low'ni sal pastroqga qo'yaman. Sal pastroq o'ziga qo'ymayman, sal pastroq, chunki narx yana qaytib mana shu low'ni yechib ketishi mumkin. Shuning uchun sal pastroqga qo'yinglar stopda. Tak, ikkinchi formatsiyamiz buni o'chirib tashlang. Mana boss, slom, masalan, slom deb, slom strukturi. Slom strukturi. Slom deb, mana shuni screenshot qo'ying. Ya'ni narx bizda keldi, mana zonaga keldi. Impulsli reaksiya berdi, ya'ni FVG bilan impulsli reaksiya berdi. Bitta switch, katta switch berdi.
o'shanda kirish kerak. Agar rynek bizda mana bo'lsa, rynek bo'lsa, no kelib umuman reaksiya bermay, mana shunday qilib mana shu protargovka bo'lib ketgan bo'lsa, уже qaramani bu joyga. Yoki imенно masalan 4 soatlik zona bo'lsa, 4 soat ichida reaksiya berishi mumkin bu. 5 minutga kirib olib, sразу kirib olmadi demoqchiman. Mana uni screenshot qo'yaylik. Ya'ni tushunib oldinglar, slom bo'lishi kerak, imbalans bo'lishi kerak bizda. Ya'ni buni grafikda ko'rsataman sizlarga. Tak. O'chirib tashlaman. Ikkinchi formatsiyani ko'rsataman sizlarga. Juda ko'p ishlataman men uni. Birinchi formatsiyani tushundinglar. Narx kelibdi bizda. Ikkinchi formatsiya. Narx kelibdi. Mana shu keldi, mana shu protargovka bo'libdi. Protargovka bo'libdi. Endi nima qilibdi narx? Kelibdi. O'sha oxirgi loyi yechdi-yu, sразу impuls berdi bizga. Mana shu yerda sразу slom bo'lmasdan oldin sразу kirib olaman. Chunki odatda ko'p, masalan, mana yerda o'sha likvidность yechdi-ku, sakrab bo'lmadi ya'ni. Sразу kirib olaman и mana shu yerdan kutaman mazdaga. Bu hammasi har doim ishlamaydi. Biz verayatность bilan ishlaymiz. Treyderlar verayatность bilan ishlaydi. Mana shu yerga sразу kirib olamiz. Именно zona interesi keyin bitta kriteriy bor, bu vaqt. Vaqt, именно vaqtda. O'sha shuni ham bilib olingki, vaqtida kirishing kerak. Ya'ni men o'sha videolar qilganman, qaysi vaqt kirishi, qaysi vaqt topishi, именно mana. New York IM'da, London 1-2 soatida, ya'ni bizda masalan 12 1da boshlansa, ya'ni 1dan 3 gacha. Burada даже 1 soat deydi. 1dan 2 gacha. Men bu chunki keyin qaragim kelmaydi. Holatda, chunki o'sha 1 soat ichida основной move qilib bo'ladi. Yoki Frankfurt ochilishda 1 soatda. Ya'ni zilkalarga qachon kiramiz? Masalan, o'sha birorta zona interesi kelma Aziya, Frankfurtda machiga kelsak, Frankfurtda imенно kelsak, machidan reaksiya kutamiz. Ya'ni mana shunaqa formatsiyalarni o'sha timingda, ya'ni O'zbekiston vaqti bilan Frankfurt bizda 12 da boshlanadi, hali vaqt surilmadi, lekin New Yorkda vaqt surildi. 12 dan 2 gacha. Ya'ni 12:00 dan 14:00 gacha. Biz zevkalarga kiramiz. Hammasida bitta yevroda emas. Zoltada ham. Ikkinchi vaqt kechki mahal 18:30 dan 19:30 gacha. Zevkalarga kiramiz, rебята. Bu juda muhim narsa. Bu narsalar. Mana vaqtlar именно. Chunki qolgan payt men ko'rsatganingizda вообще palaparcha yuradi. Mash payt именно zo'r yuradi, cho'tki yuradi. Mashni ham eslab olinglar. Timing. Men uni tushungan bo'lsam kerak deb o'ylayman. Oxir, ya'ni likvidность yechdi, oxirgi loy yechdi. Ketdi qaytdi. Protargovka bo'ldi. Buni ham screenshot qo'yinglar, o'zi bularni grafikda ko'rsataman men sizlarga. Tashdim. Mana uni ham yozinglar. Mana 12 yaqinda bashi oy oxirida bu 11 dan 1 gacha o'tadi mana.
Oy oxirida bu 11 dan 1 gacha o'tadi bu. Oy oxirida, ya'ni 30-kuni. 30-mart kuni. Endi grafikda ko'rsatib beraman sizlarga. 5 minutlik time frame. Mana oddiy birinchisi. Oddiy birinchisi. Kursiga. Mana shu yerda Frankfurt mana boshlangan Frankfurt deydi mesela. Mana deyilgan Frankfurt. Mana o'sha kechagi formatsiya London. Kelibdi mana shu yerda 1 soatlik imbalans turibdi. Mana shu yerda kecha imbalans turibdi, mana shu yerda kirganman. Qayerda mana? Forex account. Qaysi biri edi mana? Mana. Mana shu. Mana shu yerda adashmasam. Mana shu yerda. Mana. Narx keldi. Yo, buni tashlamayman aytgancha. Mana shu yerga oldim. Narx keldi mana shu 1 soatlik imbalansga. Londonda qoldirilgan iminna keldi. Reaksiya bitdi, qaytdi, likvidnost ichdi, bo'ldi, mana endi uj kirdim. Ko'rsatib ketdi. Slovan bor. Keyinchalik mana shu zonada yana reaksiya berdi. Mana endi timing bo'lmagan-u. Timing hisoblamaganda mana birinchi formatsiya o'sha birinchi va ko'rsatgan mana slom imbalans tekshirdi, mana keldi, test qildi, ketdi. Bu yerda nimaga oldim kecha o'sha timingda keyin nima desa bo'ladi? Chunki bizda mana impuls bor. Narrativ bizda long. Shu joyda nakima oldim. Timing qaragan. Menga bo'lar edi. Men bu sohada anchaman. Sizlar birinchi mana oddiy shablonni targ'ib qilib turaylik. Hop. Mana London ochildi mana edi, mana ko'rsatganingizdan birinchisi mana, ya'ni birinchisi. Birinchi formatsiya ko'rsatgan. London ochildi. Slom уже mana shu yerda kirib olishingga kerak. 5 minut. Mana shu yerda kirib olganingda уже mana shuni Aziyagacha oladi. Ko'rsatib o'shanga uchun kutman edi deyman. Imminni anaqa FVG'ni test qilishim. Chunki hamma FVG'dan kirasizlar deydi. FVG'da просто urgurmasizlar, просто o'tkazib Shunisini ham test qilmaydi. Mana shu dizaynni o'tkazib Chunki imminni mana shu vaqtlar, mana ko'rsatganingizda imminni mana shu vaqtlar eng volatilli vaqtlar. Mana London ochildi, mana London ochildi, slom bitdi. Endi bu yerda mana ko'rsatganimizda anaqa beribdi. Test beribdi, imbalansi, lekin mana shu zonani olishing mumkin. Hop. Bu yerda agressivniy trend bo'lgan. Mana Frankfurt ochildi. Zo'r formatsiya, mana shu ham Frankfurt ochildi. Yechdim anaqani slom test ketdi. Tushunasizlar? Oddiy formatsiya. Zoltaga o'tib ko'ramiz. Zoltada ham ko'rsatdim. Zolta. Bu yerda ham oddiy. Zolta. Frankfurt likvidnost yechdi, ketdi. Mana imbalans turibdi, ketdi.
Nubeli PNS'ga qarash kerak. Aynan. Именно mana PNSS ochildi. Shu 3 kit ko'rsizlar. Ya'ni kirish formatsiyalari yana bitta ko'rsatib o'taman. Narx, vaqt, birinchisi vaqt. Narx ketdi, o'sha vaqt bo'ldi, zona interesi turibdi, slom berdi bizga. Mana oxirgi, ya'ni oxirgi high yangilangda agar longga ishlatgan bo'lsani, shortga ishlatgan bo'lsani, oxirgi low yangilang. Deydi, chunki masalan bizda shortda boshqacha struktura ketibdi, vaqt keldi 12 yo 18:30 slom, ya'ni oxirgi boshqacha rejani oxirgi low yangilandi. Bo'ldi, shu joydan kirib ko'rsani bo'ladi. Lekin bitta usloviya o'sha zona interesida turibdi bu narx. Mana slom bizda mana shunda korotka pozitsiya sразу ko'rsani bo'ladi. Longda slom, vaqt vaqt ochilmagan bo'lsa ochmangiz kerak. Ming zo'r formatsiya bergan bo'lsa ham, chunki baribir foizda sizlar aniq qilasizlar. O'xshamaydi ekan. İkinci formatsiya, ya'ni keldi, protorgovka bo'libdi, likvidность ichdi, ketdi. Shu. Ya'ni beyda уже sell to buy. Sell, mana likvidность ichdi to buy. Short formatsiya keldi, ichdi. Bu mana shunaqa joyda ochsani bo'ladi. Hammaga rahmat. Telegram kanaliga qo'shilinglar. Ссылкасini qoldirib qo'yaman kommentariyada. Like bosinglar, podpiskani tashlashni unutmanglar. Endi manzillarga kirishni o'rgangan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Savollar bo'lsa kommentariyada yozinglar yo Telegramga o'tib, Telegramda yozinglar. Hammaga rahmat.